Assalomu alaykum, bizni kanalimizga kuzatib kelayotgan akalar. Mana hozir Xudo xolasa men sizlarga boshqa joyda sotilayotgan lesalar bilan o'zimizni sotuvdagi lesalarni narxdagi lesalarimizni farqini aytib o'taman. Ayrim akalarimiz telefon qilib nimaga lesalar sizlarda sotuvdagi lesalar bir komplekt 700 ming so'mdan 730 ming so'mgacha, boshqa joylarda 450 ming so'mdan 500 ming so'mgacha deb savol berishyapti. Akalar 450 ming so'mdan 500 ming so'mga sotuvdagi lesalar mono holatda. Bespadnon lesani o'zi. Keyin 450 ming so'mdan 500 ming sotilayotgan lesalarni e'tibor berib qarasanglar akalar, ko'pi narvon 3 talik bo'ladi, bundaqa 4 talik emas. Keyin bunaqa fiksatorli variant emas, mix qilib qo'yadigan variantdan bo'ladi. Bizda lesalar bespadnon narvoni 4 talik fiksatorli varianti 500 ming so'mdan 530 ming so'mgacha. Farqi 500 ming so'mlik lesalarimizni eni 94, 530 ming so'mdan sotilayotgan lesalarimizni narxi eni 107. Paddonlari alohida sotuvda 200 ming so'mdan donasi. Paddonlarimiz uzunligi 2 metr, eni 40 sm. Profillari 4,5, 1,7 tenkadagi qalinlikdagi profil. Lesalarimiz komplekt, bir komplekt narxi 700 ming so'mdan 730 ming so'mgacha. Eni 94ligi, bo'yi 2 metr, uzunligi 2 metr, 700 ming so'm. Eni 1,7lik ko'p tunuka funcha akalarimiz olyapti. Eni 1,7, bo'yi 2 metr, uzunligi 2 metr lesalarimiz narxi 730 mingdan sotilyapti. Hamma lesalarimiz sotuvda fiksatorli variant. Keyin sotuvda 1 metrlik lesalarimiz ham bor. Tunuka funcha akalarimiz tayyorlab qo'ydik. 30 ta katta, 30 ta kichkina. Narxi 570 ming so'mdan, paddoni bilan. Har bir komplektda bittadan paddon, unaqa ikkisimoy kashaydan ikkitadan bo'ladi. Ekranga nomerimni qo'yib beraman. Shu nomerda Telegram, WhatsApp bor. Lesa anpalov kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani.